Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: shamol sabablik, yer qimirlashi sabablik, yomg'ir yog'ishi va shunga o'xshagan narsalar sababli bir musibat keladigan bo'lsa, shu ofatlarni so'kishlik joizmi? Shamolga Allohning la'nati bo'lsin desa, yoki bo'lmasam shu yomg'ir yoqqan kuni yoki yer qimirlagan kunni la'nati bo'lsin, yoki bo'lmasam shu yomg'ir bo'lmay o'lsin, shuncha bir zarar olib keldi degan ma'noda shu bir ofatlarni so'kishlikni hukmi qanday? Mana bu Alloh tarafidan kelgan yomg'ir yog'ishliklar, yer qimirlash, shamol va boshqa ofatlar bu samoviy sabablar. Mana bu narsalarni so'kishlik shariatimizda joiz emas. Bu Allohning maxluqlari. Alloh taolo xohlaganida ba'zi gunohlar sabablik yoki ba'zi o'zi bilgan bir hikmatlar sabablik shamol yuboradi. Ba'zida yomg'irlar yog'adi, ba'zida yer qimirlaydi. Bularning hammasi Allohning xohishi bilan, Alloh xohlaganida yuboradi. Demak, bu shamol o'zi bir maxluq, o'zi bir narsa emaski, o'zi xohlaganda kelib ketadigan. Yoki yomg'ir o'zi bir maxluq emaski, xohlaganda o'zi yog'ib, xohlaganda to'xtab oladigan. Va yer qimirlash va yong'in chiqib ketishligi yoki bir shu momaqaldiroq urishligi, bularning hammasi o'zi xohlaganda bo'ladigan yoki to'xtab qoladigan narsa emas, balki bular Allohning buyrug'i bilan bo'ladigan narsalar. Shuning uchun shariatimizda mana bu narsalarni so'kishlikdan qaytarilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta misol sahih hadisda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shamolni so'kmanglar. Agar shamoldan sizlarga yoqmagan bir narsani ko'radigan bo'lsanglar, ey Robbim, mana bu shamolning yaxshiligini so'raymiz. Va mana bu shamolda keladigan va shamoldan keyin keladigan va mana shu shamolga buyurgan narsalaringni yaxshiligini so'raymiz. Va mana shu shamolning yomonligidan va shamol olib keladigan va shamolga buyurgan narsalarning yomonligidan o'zingdan panoh so'raymiz deb aytinglar dedi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga bir narsani tushuntiryaptilarki, mana bu shamol buyurgan, mana bu shamolga buyurgan yaxshiligingni, mana bu shamolga buyurgan yomonligingni degan so'zdagi bir ma'noni biz olamizki, bu shamol buyurilingan. Demak, bu shamoldan biz shamolni so'kishligimiz bilan biz maqsadga yetishmaymiz. Va bu narsa joiz emas, chunki bu buyurilingan narsa. Buyurgan zot kim? Alloh taolo. Demak, biz shamolni so'kishlik bilan Alloh buyurgan narsani, Alloh yuborgan narsani so'kib qo'ygan bo'lamiz. Va bu narsa Allohga nisbatlanib qoladi. Shamol kimniki? Shamolni kim yuborgan? Nima sababdan esyapti? Chunki bu narsani Alloh yuborgan. Alloh xohlagan yoki yomg'ir. Yomg'ir qayerdan keldi? Yomg'irni kim bizga yubordi? Robbimiz yubordi. Demak, biz yomg'irni so'kishligimiz bu nisbatini bergan Robbimizga tegishli bo'ladi. Shuning uchun yomg'irni va Allohning yuborgan barcha buyrug'i bilan kelgan mana bu maxluqotlarini so'kishlik joiz emas. Balki biz yomg'ir yog'adigan bo'lsa, shu yomg'irda yaxshiligini so'raymiz, yomonligidan panoh so'raymiz. Yer qimirlasa, Allohdan panoh so'raymiz. Shamol kelsa, Allohdan yaxshiligini so'rab, yomonligidan panoh so'raymiz. Ammo bu narsalarni so'kishlik, bu Alloh yuborgan narsalarga e'tiroz qilishlik, Alloh yuborgan narsaga rozi bo'lmaslik. Bu esa nima joiz emas va Alloh bilan bo'ladigan, Robbimiz bilan bo'ladigan muomalamizni xunuk va chiroyli emas muomalasiga kirib qoladi. Shuning uchun biz Robbimiz bilan eng chiroyli holatda muomala qilib, tavhidimizni mukammal qilib, Robbim, shu narsani sen yuborgansan, men shu narsaga roziman, shu yuborgan narsani yomonligidan o'zing meni saqlagin desak, mana shunda biz haqiqiy mo'min, haqiqiy iymonli kishi bo'lamiz. Ammo Alloh yuborgan narsalarni so'kishlik esa bu joiz emas.